Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi? Ro'zalar bilan hop og'iz ocharga ham ozgina vaqt qoldi, lekin biz mehnatdamiz, harakatdamiz sizlar uchun. Bugun kelgan joyimiz Tsentralno-Charskida joylashgan, Mirzo Ulug'bek tumani, Tsentralno-Charskiy. 5-6 sotuvga qurilgan mana mashinaqa kattagina hovlimizda sotilyapti. 650 kvadratga mana shu joyimizdan polni ichidagi xonalar hammasi общий 650 kvadrat. Kiraverishimizda mana mashinaqa yo'lak bo'ladi. Yo'lagimizni chiroyli qilib такой dekorativniy qilib брусчаткаdan terib qo'ysanglar juda ham chiroyli bo'ladi. Hop bu tomonga endi baribir o'zbekchilik, не только o'zbekchilik, umuman mashina hovlisi bor insonlar mana shu yerga chiroyli qilib landshaftniy dizayn bilan zеленый zona qilib chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni yozda, bahorda maza qilib ifor berib turadigan joy bo'ladi. Hop, bu tomonda nima desanglar, bu tomonda mashinaga bemalol sig'adigan joy qilib qo'yishibdi. Elektronniy varota qo'yib, ichkarilarni remont qilib, o'zini mana sanuzullari bor ekan. Hop, ichkariga kiradigan bo'lsak, ko'rasizlarmi, qanaqa baland qilib qo'yishgan. Patologlari baland. Shudan kirdi faraz qilinglar. Hop, bu tomonda mana kattagina o'zini garderobnisi, bu tomonda mana kattagina garderobni qilib qo'yibdilar. To'g'risi men juda ham kirib katta uy ekan, adashib qoldim men bu etajlariga, tepalariga chiqib. Hop, bu tomonda mana ko'rib turganinglardek kattagina qilib hol qilib qo'yishibdi, panoramli oynalar bilan. Hop, bu tomonda kattagina zal, 650 kvadratga qurilgandan keyin faraz ko'ringlar. Yana bitta izunkasini aytaymi? Mana shu uyga tegida xuddi shunaqa 5 ta xonasi bor ekan. Bu yerda maza qilib dam oladigan zonalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda kattagina oshxonamizni, endi faraz qilinglar, oshxonamiz shunaqa katta bo'lsa, endi u yog'i nima bo'ladi? Hop, oshxonamizdan to'g'ridagi ko'rasizlarmi? Bu yerda prachniy qilib qo'yishibdi. Bu yerga mana katta qilib kuxonniy garderob qilib cho'kka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana panoramli oynalari bilan zo'r qilib qo'yibdi. Letniy kuxnyaga ham joy tashlab ketishdi. Mana bunaqa qozon o'charga mana bunaqa chiroyli qilib terib qo'yishdi g'ishtlardan. Hop, bu yoqda ham mana xolisiylar zеленый zona, xolisiylar bruschatka terib, tepasini yopib, maza qilib oilaga o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Okalar, общий uyimizni общий xonalariga keladigan bo'lsak, podvoli bilan hisoblaydigan bo'lsak, 3 ta xonadan iborat ekan. Tepada 4 ta spalni, bitta hol, 2 ta spalnini ichida o'zini sanuzuli bor. Undan tashqari umumiy sanuzuli bor. Birinchi qavatda ham 2 ta joyda sanuzullari bilan garderoblari bilan bor. Umumiy sanuzullar soni 5 ta bo'lyapti. Okalar, mana shunaqa katta uy olib, nima deydi ana, maza qilib yashaganga nima etsin, to'g'rimi? To'g'risi havas qildim. Uy juda ham katta ekan, zo'r ekan. Qilingan ishlari, ketgan materiallari hammasi kачественный materialda ketgan ekan.